Likvidatsiya bo'yicha 704-sonli qarorga asosan korxonalar yopilmasdan qayta tiklanmoqda va shu qayta tiklangandan keyin hisobot topshirmadi degan holat kelib chiqmoqda. Bunday vaziyatda tadbirkorlar nima yo'l tutishi kerak? Juda zo'r va juda aktual savol. Har doim bir bizda savollarga tanqidiy yondashuv bo'ladi. Nimaga? Chunki bu savollar o'zi tegi tadbirkorlikda og'riq borligi uchun va buni ketida yana davlat idorasi xodimlarining harakatsizligi sababi bo'ladi. O'shaning uchun har bir masalaga tanqidiy yondashuv qilamiz. Aslida qanday bo'lish kerak? 704-sonli qaror, ya'ni ixtiyoriy tugatish to'g'risidagi qaror o'zida tadbirkorlik subyekti o'zini ixtiyoriy tugatish bo'yicha arizasini beradigan bo'lsa, qonunchiligi bo'yicha ketma-ketligi bir kun ichida yagona darscha deymiz, Davlat xizmatlari markazi buni soliq organiga chiqarib olish kerak. 3 ish kuni ichida soliq organi tekshiruvga kelish kerak. Va tekshiruv bir oydan oshiq amalga oshirish mumkin emas. Amaliyotda nima bo'lyapti? Mayli bir kunda chiqarar, lekin soliq organidan tekshirishga kelish protsessi juda ham cho'zilib ketyapti. Oylab cho'zilib ketadi. 3, 4, 5, 6 oy bo'lib ketyapti-da. Natijada o'sha 704-sonli qaror o'zida aytilgan ixtiyoriy tugatish muddati 6 oydan oshish mumkin emas degan cheklov qo'yib qo'yilgan. Natijada 6 oygacha ham tekshiruv kelmagandan keyin avtomatik korxona tiklanib ketyapti. Ya'ni возобновление deymiz, tiklanib ketyapti. Tiklangandan keyin endi hisobotlarni topshirish kerak va 6 oygacha bo'lgan mol-mulk yoki yer solig'i bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hammasini yana qayta to'lash kerak bo'lib qoladi. Va bu kimning aybi bilan bo'ldi desa, soliq organi tomonidan o'z vaqtida tekshiruv amalga oshirilmaganligi natijasida bu tadbirkorlik subyektiga qo'shimcha soliqlar yuklanishiga sabab bo'lyapti. Nafaqat soliqlar, ko'pchilik bunda o'sha tiklanib ketganligini hattoki bilmay ham qolishadi va natijada hisobot topshirmading deb, ya'ni tiklangan korxonaga hisobotni topshirmading deb 10 ming maldan jarima ham kelyapti. Bu holatda nima fikr bildiramiz? O'rtoqlar, Soliq kodeksi 213, 215, 217-moddalarida aynan tadbirkorlik subyektini himoya qiluvchi moddalar bor. Bu yerda aytilganki, aynan qilmishda sodir etilgan huquqbuzarlikda shaxsning aybi mavjud bo'lmasligi javobgarlikka tortishni istisno qiladi degan joy bor. Javobgarlikka tortishni istisno qilishda qilmishda shaxsning aybi bo'lmasa, u javobgarlikka tortish mumkin emas. Ayni holatda tekshiruv amalga oshirilmasligi, uzoq muddat qolib ketib, u 6 oydan o'tib ketishida tadbirkor aybi yo'q. Shuning uchun birinchidan unga yuklanayotgan qo'shimcha soliq, to'g'ri, bu majburiyat soliq. U majburiyat unga yetkazilgan zarar sifatida kim bunga aybdor bo'lsa, qoplab berish kerak. Keyingisi hisobot bo'yicha topshirmading deb turib jarima keladigan bo'lsa, u jarima kelishida tadbirkorning aybi yo'q, ya'ni shaxsning aybi yo'q. Shuning uchun tadbirkor aybi bo'lmagan holatda likvidatsiyaga berilgan korxonalar tiklab ketilsa va uni ketdan jarima keladigan bo'lsa, u o'zi aslida qonunchilikka ko'ra jarimani istisno qiladi. Jarima javobgarlikka tortishga hech kimning haqqi yo'q va uni bekor qilish kerak bo'ladi. Mabodo agar tadbirkorlarda ham, mana ekranga ham qarab aytamiz, agar sizlarda ham shunga o'xshash holatlar bo'lsa, tiklanib ketdi, undan keyin yer solig'i yoki mulk solig'i chiqib ketdi, yoki bu xabaringlar bo'lmay qoldi, tekshiruv bo'lmadi ham va hisobotini topshirmagan bo'lsangiz, sizlarga jarima kelishni boshladi. Bemalol u jarima qarorini olib turib, o'zingizni yuridik adres bo'yicha tumanlararo jinoyat sudiga borasiz, chunki fuqaroviy munosabatlar odatda jinoyat sudi ko'radi. Jinoyat sudiga borib turib, bitta o'sha tushuntirish xatini, o'sha bir ariza yozasiz. Bu qarorni bekor qilishda, ayni holatda mazkur huquqbuzarlik sifatida qayd etilayotgan holatda sizning aybingiz yo'q. Bu yerda imini tekshiruvchi vaqtida ulgurmagani. To'g'ri, soliq organi xodimlarini ham bu yerda aybdor deya olmaymiz. Nimani hisobiga? Ish hajmi juda ham ko'p. Minglab tekshiruvda turgan, navbatda turgan korxonalar bor va ular jismonan ham ulgurishmaydi bu narsani qilishga. Endi ulgurmaganligi uchun tadbirkorga jarima chiqadigan bo'lsa, uni tekshiruvchilar ulgurmaganligi tadbirkor ham aybdor emas. O'z umuman bu narsada bizda ko'pincha masalaga amaliyot bo'lgandan keyin davolash bilan shug'ullanamiz-da. Ya'ni tekshiruvlar ko'payib ketdi, likvidatsiya ko'payib ketdi deb buni yechimiga yo'q kadrlarni ko'paytirishimiz kerak yoki ertaga qaysidir qarori bir normasini o'zgartirishga harakat qilamiz. Aslida qayerdan ko'payib ketdi, nima uchun bunaqa ko'payib ketdi degan savolni qo'yadigan bo'lsak, menimcha yechimi chiqadi va bu yechimlardan bittasi juda ko'pchilik 1 milliarddan oshig'iga chidolmaydi. Ya'ni 4% edi. Juda kichik tadbirkorlik subyektlari 4% dan uyog'iga tortmaydi. Ularning biznes strukturasi ko'tarmaydi va 4% dan 1 milliarddan oshdimi, darhol to'xtatadi, likvidatsiyaga beradi, keyingisini ochadi. Aslida tadbirkor ko'payib qolayotgani yo'q yoki kamayib qolayotgani yo'q. Lekin unga soliq qonunchiligidagi mezonlar
qaysidir o'sha stavkalarni mezonlari soddalashtirilgan yoki umuman belgilangan soliq tizimi salbiy ta'sir qilganligi uchun u korxonani yopishga majbur bo'lyapti. Aslida bunaqa holatda ertaga 100 ta emas, 200 ta, 200 ta emas, 1000 ta revizor qo'yib qo'ysak ham, tadbirkorlar soni ko'paygan sari yopiladigan korxonalar soni ko'payaveradi. Masala hech qachon yechim topmaydi. Va bu qonunchilik 1 milliardlik masala chiqqan paytda o'zi ko'pchilik aytardi, har 3 yilda qayta ko'rib chiqiladi deyilgan 1 milliard masalasi. Yaqinda bo'yicha ochiq muloqotda ham o'sha Davlat soliq qo'mitasi rahbariyati ishtirokida savol berishganda, ko'rib chiqilyapti, o'zgartirilmayapti deb faqat deydilar. Ko'rib chiqamiz, o'zgartirmaymiz deyishyapti. Yo'q, aslida qonunga men misol uchun mutaxassis sifatida o'zim fikrim qanaqa, to'g'riroq yondashish kerak, inflyatsiyani hisobini olish kerak. O'sha paytda 1 milliardgacha bo'lgan biznes kichik biznesdan olindimi? Demak, o'sha paytdagi juda bo'lmaganda hozir yalpi mahsulotni dollar hisobida oladigan bo'lsak, o'sha paytdagi dollar hisobida yoki minimalkaga bog'lab qo'yish kerak edi, BRVga. O'shanga bog'lab qo'yib turib, uni o'sishini hisobini olish kerak bo'ladi. Bundan tashqari nafaqat o'sha kichik tadbirkorlik subyektlari shu 1 milliardgacha bo'lganlarda 1 milliardgacha cheklovni misol uchun 2-3 milliard qilish, balki joylar bor, 1% stavkali joylar bor. Uzoq borish qiyin bo'lgan joylarda 1%. Viloyatlarda o'sha aniq aylamada olinadigan soliq 2% bor, 2%, 3% stavkalar bor. Agar 1% uchun ham minimalniy chegara 1 milliard bo'ladigan bo'lsa, demak 4% to'layotganga 4 milliard bo'lsa, o'shanda adolatdan bo'ladi. Va agar shunaqa imkoniyat yaratilsa, menimcha tekshiruvga, ixtiyoriy tekshiruvga topshiradigan korxonalar soni nisbatan kamayar edi. Hozir bu yerda doim yarani davolab yuradigan bo'lsak, ketidan baribir kelaveradi bu narsa. Shuning uchun yarani davolash emas, kasalni davolash emas, uni oldini olish bilan shug'ullansak, menimcha yaxshiroq bo'lardi. Lekin savol asl mazmuni likvidatsiyaga berilgan korxona yana tiklanib ketyapti, ketidan jarima, qo'shimcha soliqlar chiqyapti deydigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu holat bo'yicha sizlarni aybinglar yo'qligi uchun qo'shimcha hisoblanayotgan soliqni aybdor shaxsdan undirib olsanglar bo'ladi. Sizlarni aybinglar bo'lmaganligi uchun likvidatsiya muddati o'tib ketib qolgan holatda sizlarga chiqayotgan jarimani bekor qilsa bo'ladi va soliq kodeksi hozir точно bir eslab aniq bera olmayman, lekin aniq 213, 215, 217-moddalarga taalluqli. O'shalarning bittasini qaysi birini o'qisanglar o'zi yozilgan javobgarlikni istisno qiluvchi holatlari degan joy bor. Aynan o'sha holat bo'yicha